AIDS bu xastalikning negizida kishi organizmining kasalliklarga, ayniqsa infeksiyalarga qarshi kurashish qobiliyatining buzilishi yotadi. Olimlarning ta'kidlashicha, AIDS o'zi to'g'ridan to'g'ri o'limga olib kelmagani holda kishida o'pka yallig'lanishi, turli tuman infeksiyalar, miyaning jarohatlanishi, xatarli o'smalarning rivojlanishiga va boshqa xastaliklarga zamin hozirlaydi. Ana shunday xastaliklarga chalinayotganlarning aksariyati yoshlarni tashkil etyapti. Ayrimlarda bu kasallik to'ydan keyin tibbiy ko'rikdan o'tayotganda aniqlanmoqda. Nikohdan oldingi tibbiy ko'rikning ahamiyati nimada aslida? Salomat bo'ling ko'rsatuvida biz shu haqida suhbatlashamiz. Tibbiy ko'rik albatta nikohdan oldin bo'lganligi yaxshi. Nikohdan keyin aniqlanganda endi bilamizki, OIF infeksiyasini hozirgi kungacha davosi yo'q, faqatgina uni davolash, ya'ni umrini uzaytirish maqsadida biz o'sha beriladigan dorilar bilan umrini uzaytirib, xuddi bizga o'xshagan sog'lom odamga o'xshagan yashash imkonini yaratib beramiz. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, 2022-yilning 7 oyida OIF infeksiyasi aniqlangan nikohlanuvchilarning orasidan 50%, ya'ni yarmi bularni OIF infeksiyasi aniqlanganlar to'ydan keyin holat. Tibbiy ko'rikka o'tmasdan turmush qurgan bular, natijada o'sha oiladagi turmush o'rtog'ining sog'ligini ham xavf ostiga qo'yib qo'ygan. Ya'ni o'sha ayolda bo'lsa erini, erida bo'lsa ayoli ertaga OIF infeksiyasi bilan kasallanish xavf ostida qolgan bo'ladi. Bundan tashqari o'sha masalan agarda ayolda masalan ertaga bu oilada dunyoga keladigan farzandni ham hayoti xavf ostida qolib ketgan. Shu uchun ham aholimizdan so'radik, iltimos qilib albatta o'sha yoshlarimizni nikohdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tkazishlarini, to'ydan oldin birinchi navbatda o'sha tibbiy ko'rikdan o'tib, har ikkalasining sog'ligi haqida bilgandan keyin turmush qurishlarini tavsiya qilgan bo'lardi. OIF infeksiyali shaxslar xuddi sog'lom odamlardagidek huquqlarga ega. Faqatgina agarda bularda masalan birortasida nikohlanuvchilarning birortasida ayolda yoki erda OIF infeksiyasi aniqlanib qolganda bular bilan alohida o'zaro suhbat o'tkaziladi. Ko'pincha o'sha ota-onalar to'ydan keyingi holatlarda janjalli vaziyatlar kelib chiqadi. Ya'ni o'sha oilalarning buzilishi yoki o'sha nikohlanuvchilarning ota-onasi o'rtasida janjalli holatlar vujudga kelib qoladi. To'ydan oldingi tibbiy ko'riklar ko'pgina xastaliklarning oldini olishga ko'mak beradi. Shu sababli 5 xil kasallik bo'yicha to'ydan oldin chuqurroq tekshiriladi. Bu borada yana mutaxassisga yuzlanamiz. Agarda ayol homilador bo'lsa, uni o'pkasini tekshirish juda ham qiyin bo'ladi, murakkab, chunki homilador ayolni homilasi rivojlanish davrida, birinchi 3 oy davrida homilani asab tizimi, bosh miyasi rivojlanadi. Rentgen nurlari esa bunga ham ta'sir qiladi. Shu uchun biz homilador ayolni rentgendan o'tkaza olmaymiz. Agarda homilador ayolni rentgendan o'tkazmasak, demak o'pkasini ham tekshira olmaymiz. O'pkasida nima kasalliklari bor, yo'qligini bilmaymiz. Shu uchun iltimos qilmoqchi edikki, nikohlanuvchilarimiz to'ydan oldin kelib tibbiy ko'rikdan o'tsalar. Undan tashqari, xuddi shunday ruhiy asab kasalliklari, ruhiy asab kasalliklaridan shizofreniya, epilepsiya kasalliklarida bironta belgi bilinmaydi. Chunki shizofreniyada ayrim paytlarida kasallik qo'zg'aladi, ayrim paytlarida umuman hech qanday belgilar bo'lmaydi. To'ydan oldin esa psixiatr yordamida biz bu kasalliklarni aniqlab bilamiz. To'ydan keyin esa afsuski bu kech bo'ladi. Shu uchun nikohlanuvchilarimizni o'rtasida ajralishlar ko'payadi. Bir yilda nikohlanuvchilarimizni soni 5000 ga yetayapti. Taxminan 8-9% to'ydan keyin kelyapti. Shu 8-9%ni tibbiy ko'rigi agarda o'pkasini tekshirmasak, agarda narkologik kasalliklarni vaqtiga aniqlamasak, biza oilaviy nizolarga bu sabab bo'lishi mumkin. Agarda nikohlanuvchilarning birida OIV yoki SPID kasalligi mavjud bo'lsa, u darrov namoyon bo'lmaydi.
10 yilgacha, 12 yilgacha spid kasalligida hech qanday OIV kasalligida hech qanday belgi bo'lmaydi. OIV virusi qonda bo'la turib, spid kasalligi namoyon bo'lmaydi. Nikohlanuvchilarning o'rtasida ana shuni aniqlash ham juda ham qiyin bo'ladi. Ba'zi bir nikohlanuvchilarimiz o'ylaydiki, ana OIVsi bor yoki spidi bor, demak qandaydir belgi bo'lish kerak deb o'ylaydi. Lekin 10 yilgacha, 12 yilgacha hech qanday belgilar bo'lmaydi. Ayrim holatlarda. Hurmatli ota-onalarimizga tavsiyam, iltimos, nikohlanuvchilarni to'ydan oldin tibbiy ko'rikdan o'tkazsalar. Nikohlanuvchilarimiz oliy ma'lumotli, o'rta ma'lumotli, shulardan iltimosimidi, o'zlaringiz bilimga egasizlar, o'zlaringiz shuni tushunib bilasizlar, iltimos tibbiy ko'rikka to'ydan oldin kelinglar. Ruhiy kasalliklarni erta etaplarda aniqlash, o'sha diagnostika qilish, kasallikni profilaktikasini olib borish bu asosan o'sha psixiatr zimmasiga yuklangan asosiy zimmalardan biri hisoblanadi va har bitta o'sha nikohlanuvchi shaxslarning ruhiy jarayonlarini tekshirish, ya'ni ruhiy jarayonlarga biz bilamizki, shaxsning o'sha idroki, tafakkuri, xotirasi, uni hissiyoti, ongi, harakatlari bu tekshirib boriladi va shu tekshirishlar asosida biz aytishimiz mumkinki, psixiatrlar o'sha nikohlanuvchi shaxsda qani shu kasallik elementlari bormi va shu kasallik elementlarini borligi aniqlanganda o'sha tibbiy xulosa berish, tibbiy xulosani o'tkazish tartib ketma-ketligi bor va shu ketma-ketligi asosida biz ularda o'sha psixiatr xulosasi va o'sha kasalxona bosh vrachi xulosasi asosida ruhiy kasallikka to'liq tashxis qo'yiladi va nikoh haqida ularning yaqin qarindoshlariga yoki o'sha nikohlanuvchi shaxsga tushuntirishlari olib boriladi. Bizda umuman olganda nikohlanuvchi shaxslarda ruhiy kasalliklar aniqlangan taqdirda ham nikohni to'xtatishga bizni qonunchilikda haqqimiz yo'q. Chunki u ham uylanishi kerak, turmushga chiqish kerak, lekin biz u kasalliklarni profilaktikasini olib borishimiz kerak va ulardan keyingi etaplarda tug'iladigan bolalarimiz, ya'ni o'sha shaxsni ko'proq mana psixiatrga xos bo'lgan o'sha psixotrop dori vositalarini ichish oqibatida ulardan tug'iladigan bolalar mana biz bilamiz, tug'ma nuqsonlar bilan, tug'ma anomaliyalar bilan, oligofreniya deymiz yoki har xil epilepsiya kasalliklari, boshqa ruhiy jarayonlarga xos bo'lgan shunaqangi bir produktiv va negativ elementlar borki, shu elementlar asosida erta bir kun jamiyatimiz uchun uni bolasi, oila uchun, jamiyat uchun juda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tibbiy ko'rikni o'tkazishdan maqsad asosan o'sha shaxslarimizda kasallikni aniqlash, ularni yaqin qarindoshlariga to'g'ri tavsiyalar berish. Ya'ni bu yoshlarga biz to'liq tavsiyamiz bergan holatda, fikrimizni aytgan holatda nima qilamiz? Demak, o'sha nikohni tartibini ketma-ketligini belgilab boramiz va o'sha shaxs to'liq psixiatr nazorati ostida, keyinchalik nazorat ostida turib kerakli muolajalarni olishi bu haqli hisoblanadi. Yillar kesimida oladigan bo'lsak, borgan sari ruhiy kasalliklarni aniqlash yoki o'sha nikohlanuvchi shaxslarda soni ortib boryapti. Qachonki bu holatlarda ko'proq mana o'sha nikohlanuvchi shaxs o'sha tibbiy ko'rikni keyingi etaplarda olib borishi, ya'ni keling o'sha marosim, to'y marosimlaridan keyin oilada bo'ladigan ruhiy holatiga xos bo'lgan elementlar hammasi, janjallar deymiz, kelishmovchiliklar, ziddiyatlar, har xil o'sha elementlar, stresslar, bular hammasi bizni asosiy ruhiy buzilish simptomlari hisoblanadi. O'sha uchun biz doim bitta fikrni aytamizki, tibbiy ko'rikni asosan bu to'ygacha tashkil qilish, o'sha nikohlanuvchi shaxslarning to'yigacha tibbiy ko'rikni olib borish, ularga birlamchi yordamni ko'rsatishimiz shart. Keyingi etaplarda bo'ladigan yoki o'sha nikoh to'yidan keyingi bo'ladigan mana har xil murosasizliklar, xudo-andalar o'rtasidagi murosasizlik bu shaxs o'sha keyingi etaplarda bu holatlar ham juda ko'p uchrab, elementlar rivojlanib boryapti. Ota-onalarga tavsiyamiz tibbiy ko'rikni o'z vaqtida o'tish. Ya'ni o'tish deganimiz nikoh to'yidan oldingi tibbiy ko'rik o'sha paytda o'z vaqtiga bo'lishi shart. Nikohlanuvchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilganda fiziatr tekshiruvidan ham o'tishadi.
va ularda sil kasalligi bor yo'qligi ham aniqlanadi. Agar shunday holat chiqqanda bu kasallik mutaxassislarning fikriga ko'ra davolanishi mumkin ekan. Ma'lum muddat belgilanadi va nikohlanuvchi yoshlarning birida bu kasallik aniqlangan bo'lsa, uni davolanishi uchun vaqt beriladi. Bu haqda shifokorimiz quyidagilarni ta'kidladilar. Endi nikohdan o'tadiganlarni hammasini tekshirish, infeksion kasalliklarga o'zi tekshirish kerak. Sil kasalligi ham shu jumladan ana shu infeksion kasallik, yuqumli kasalliklar jumlasiga kiradi. Sil kasalliklarni boshlang'ich davrida u simptomlar ko'rsatmaydi. O'shanligi uchun biz bu yerdan o'tkazib, o'shanga tayyorlashimiz shart. Tekshirish albatta kerak, chunki boshlang'ich fazasida aniqlansa, uni davolash ham oson, ham boshqalarga yuqtirishlarni oldini oladi. Keyin ana bu turmushga chiqqandan keyin organizmda ba'zi bir gormonal o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda bu kasalliklar rivojlanib ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun oldindan tekshirish shart. Endi yana bir savolda mana ko'pchilik nikohlanuvchilar mana to'ydan keyin kelib tekshiruvni o'tkazishyapti. Ko'pchilik mana o'zimiz ham guvoh bo'lyapmiz, yoshi kattalari ham kelgan bu yoqda. Demak, bu borada sizning fikringiz qanday? Bu shu noto'g'ri. Ana shu noto'g'ri. Ana o'shandan keyin to'ydan keyin bo'ladigan janjal, ajralishlar, boshqa narsalar ana shu sabablar bo'lib ketib qoladi-da. Keyin olishadi, u yoqda uyga borgandan keyin tekshirishga keladi, tekshirishda bir kasallik chiqib qoladi. Keyin uydagilar nima qilishadi? To'palang qilishadi. Kasal kishini, kasal qizingni menga berursan, men kasal kelin olibman, men endi nima qilaman? Endi bor otang davolasin, onang davolasin. Shunaqa narsalar bo'lib ketib qoladi, janjallik shunaqa bo'lib qoladi. Agar to'ydan oldin kelsa, biz bu yerda agar kasallik bo'lgan taqdirda ham biz ularga tushuntiramiz. Ularni davolash mumkin ekanligini, masalan, sil kasalligi hozirgi kunda to'liq davolanadigan kasallik, 100% davolanadigan kasallik. Uni tushuntiramiz, biroq 2 oy ichida yaxshi bo'lib ketadi. Shundan keyin turmush qurish mumkin. Nikohni qayd ettirish uchun murojaat qilgan yoshlar ariza topshirganlaridan so'ng 2003-yildagi 365-sonli Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan biz ularga tibbiy ko'rikdan o'tishga yo'llanma beramiz. Mana shu yo'llanmada 5 ta asosiy kasallik, ya'ni ijtimoiy xavfli bo'lgan kasalliklardan ular o'tishlari shart. Bular birinchi navbatda SPID kasalligi, ikkinchi navbatda sil kasalligi, ruhiy kasalliklar, teri tanosil kasalliklari hamda narkologik kasallik turlariga ular tekshiriladi. Chunki bu kasalliklarning oqibatida albatta o'sha oilaning parokanda bo'lishiga yoki bo'lmasam kelin-kuyovlardan nogiron farzandlar tug'ilishiga olib keladigan kasalliklar tanlab olingandi. Mana shulardan bittasi AIDS kasalligi. Ming afsuski, bu yoshlarimiz o'rtasida uchrab turibdi. Nikoh agar to'ydan oldin nikohni qayd ettirishga kelsalar, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ya'ni nechta holatlarni ko'rganmiz. Mana shu kelin-kuyovlarda tibbiy ko'rikda kasallik aniqlanganligidan so'ng ularni o'z ixtiyorlariga qoldiriladi va bu kasalliklar vrach o'sha tibbiy muassasa xodimlari nazoratida davolaniladi. Davolab bo'lgandan so'ng ularni ixtiyorlari yana so'raladi, roziliklari so'raladi va o'sha ham yoshlar sog'lom hayotga qadam qo'yadi, ham sog'lom oila qurishga bir turtki bo'ladi. Shunday holatlar ham mavjudki, yoshlar qonuniy nikohni chetlab o'tishadi. Ya'ni to'ylarini o'tkazib turib, keyingina mana homiladorlik holatlarida bizga murojaat qiladi qonuniy nikohni qayd etish uchun. Mana bunaqa holatlarda agar kasallik aniqlanib qolsa, bu juda achinarli hol. Ko'rsatuvni tayyorlashimizdan maqsad turli xastaliklarning oldini